Hozir o'sha noqonuniy uyni yonida turibman. Qabul. Bo'ldi, o'sha uyni musodara qil. Qanday musodara qilaman axir? Ko'tarib keta olmayman uyni. Unda atrofini o'rab qo'y. Bo'pti, ertaga kelib qilay shuni tinchgina. Nimaga hozir qilsang-chi? Kechasi qanday qilaman? Tentaymisan? Bo'pti, ertaga qila unda. Bo'pti. Bu yer juda ham rostdan ham katta ekan, solig'ini to'lamagan rostdan ham. Bo'pti, kecha ertaga ko'ramiz bo'lmasa, men ham boraman ertaga. Yo, o'zim qilaman. Mayli, bo'pti, men ratsiyani o'chir, bo'ldi, uxlayman. Uxla, men bo'lsa ishlab yuribman itdi. Bo'pti. Mayli, bo'ldi, ko'p gapirma, bo'pti. Stop, bu kim edi? Qanaqadir politsiyachimi uyimning atrofida nima qilib yurgandi? O'zini qisman eshitdim, u unaqa eshitganim yo'q, lekin kimgadir jahl bilan gapirib tashadi. Nima dedi ekan? Mayli, qanaqadir narsa yo'qolgandir, izlab kelgandir, yo'qotgan narsasi nimadir tushib qolgandir balki. Men esa bugun charchagandim, uxlay yaxshisi, tinchgina. Ertalab ketibdi-ku, mayli, hozir nima bo'lganini tushunmadim, to'g'risini aytsam. Kechasi politsiyachi keldi, uyimning atrofini qaradi, yo'qotgan narsasini topolmay ketib yubordi shekilli. Yo'qotgan narsasi bor edimi, yo'q edimi bilmayman. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, tez bu yoqqa kel, ish bor senga. Mayli janob, men hozir boraman. Tezlash. Bo'pti janob, men hozir boraman. Bo'pti dedim-ku janob, men boraman. Hozir telefonni o'chiring endi. Bo'pti. Telefon o'chgandan keyin ham gapiraveradi janob mer. Bilmayman nimaga bunaqa janob mer g'alati. Endi yosh avlod texnologiyalarga yaxshi tushunadi, qariyalar tushunmaydi-da. Biradan qalaysiz, tinchimiz? Kompyuter o'ynaysanmi? Yo'q, hazillashdim, prosta ochib qaradim. Kompyuterlar qanday turibdi ekan deb. Jitel qalaysan, nima gap? Tinch, o'zing qalaysan? Yaxshi. Kecha politsiyachi uyda yurganda nima ish qilib qo'yding? Yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Men seni o'g'irlik qilibsan deb o'ylabman. Jinnimsan, o'g'irlik qilganni qalamsinsan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Jo'xa, senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Karonchdak shaharga borib kelishi kerak. Bitta hujjat qolib ketgan, o'shani olib kelish kerak. Qanaqa hujjat? Ishing bo'lmasa, qishloq hujjatlari. Mayli, lekin piyoda borib kelolmayman shahargacha. Hozir mashina olib kelishadi, o'sha mashina bilan borib kelasan. Mayli, unda men borib uyimga tayyorlanib turay. Borib yaxshi kiyimlaringni kiyib, takoy bola bo'lib tur. Lekin u yerda qizlar ham bormi? Qizlar bor, lekin qizlarga qarama, tentak xotining bor seni. To'g'ri aytasiz. Bo'pti janob mer, men ketdim unda. Mayli, borib tayyorlanib tur, mashina kelsa xabar beraman. Bo'pti. Hozir borib unda uyimda turaman. Aytgancha mayli, keyin so'rayman. Politsiya nima kelganini so'ramoqchi edim. Bo'pti, keyin so'rayman. Qalaysan? Shaharga ketyapsanmi? Menga chupa-chup solib kel. Bo'pti, esimda tur, solib kelaman, lekin esimda turmaydi. Aniq, chunki hozir 2 sekunddan keyin esimdan chiqib ketadi. Ana jitil nima degandi? Bo'ldi, esimdan chiqib ketdi. Ko'rdinglarmi? Tak, hozir qanday tayyorlanish mumkin? Kiyimlaringni olib, yangi takoy kiyimlarni kiy. O'z bir dona kiyimim bor, qaysi takoy kiyimni keyin? Mayli, hozir chang bo'lgan joylarni qoqib boraman, yangi deb o'ylaydi. Tak, bu yerda boshqa olib ketadigan narsam yo'q. Bo'ldi, o'zim borsam bo'ldi-da, o'z boshqa qurol olishim mumkin. Tak, o'zimni himoyalashim uchun keyinchalik kerak bo'lib qoladi. Tak, hozir qaniydi? Qurol, o'q-dorilarni mana bu yerga joylashtirib qo'yish kerak. To'pponcham o'q-dorisi nima kerak menga? Bo'pti, tura qolsin. Nima uchun olib boryapman qurol, bilasizlarmi? Endi o'zimni himoyalashimga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shaharda qishloqdagidek odamlar yo'q. U yerda banditlar ham bor, har xil odamlar bor. O'shaning uchun kerak bo'lib qoladi-da qurol. Menimcha mashina kelgan bo'lsa kerak. Asta-asta janob mer yoniga boraveraychi. Kelgan bo'lmasa ham keldiramiz. Kutib turaman kelishini. Balki kelgan, kelibdi mana mashina, menimcha shu bo'lsa kerak. Janob mer, ana qora mashinami? O'sha. Lokatsiya tashab qo'ydim. O'sha lokatsiyaga borsak hujjatni berishadi. Mayli. Mashina kalitini oldingmi? Albatta, berdiz-ku. Bo'pti, tezroq borib kel. Hujjatlarni tegma bu hujjatlarga. Nima uchun? U yoqdan berishadi dedi bu, dabba. Bo'pti janob mer, olib kelaman hozir borib. Bu qanday mashina ekan? Gelikka o'xshayapti. Gelikmi ekan rostdan ham yo velikmi ekan? Gelik ekan. Jo'xa, gelik minasanmi? Minaman. Yo, dahshat, gelik ekan, rostdan ham gelik ekan. Qaysi kalt tushadi bunga? Janob mer bergan kalt tushadi ekan. Uyimning kalti bilan mashina haydamasam kerak har qalay. Takoy mashina ekan. Menga yo'qdi. Umrimda bir nechinchi marotaba nima edi? Gelik minishim. Oldin ham ko'p marta minib ko'rganman, chunki qishlog'imizda o'z geliklar ko'payib ketgan. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Qani zavod qilaylikchi. Xo'sh, tak, zavod bo'lmayapti-ku. Bo'ldi, zavod bo'ldi shekilli. Endi haydayman. Qani, yur. Benzin tugab qolgan, nima balo yurmaydi. Bo'ldi, zavod qilmabman-ku. Zavod qilsam yuradi ekan ishni.
Xo'sh, shaharga qarab let's go. Asta-asta haydash kerak. Tez haydasam palakatmanu nimadir buzib yotib qo'yishim mumkin. Mana ketdi. Assalom shahar. Men shaharga yetib keldim. Bu yer rostdan ham chiroyli ekan. Shaharga ko'chib kelishni orzu qilardim-ku, hali orzum ushaladi. Vaqti kelsa, vaqti hali kelmagan. Vaqti qachon keladi bilasizlarmi? Vaqti kelganda vaqti keladi. Mana shu yerga parkovka ham bor ekan. Shahar zo'r joy, ko'rasizlarmi? Bizning qishlog'imizda parkovka daraxtning tagi yoki birovning uyini soyasi parkovka. Bu yerda обязательно tayyor parkovkalar bor. Mana shunaqangi chiroyli qilib taxlab qo'yilgan parkovkachalar bor. Shu yerga xohlagancha qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi, endi janob mer aytgan lokatsiya bo'yicha borib hujjatni olaman va qishloqqa qaytib ketaman. Kalt bilan mashinani yopib qo'yamiz albatta. Lekin u lokatsiya qayerda edi? Tak, adashmasam bo'lgan. Shahar juda ham katta. Do'kon bor ekan bu yerda. Bitta ichimlik ichib ketaymi ekan do'kondan. Qani, oho, yo'q narsani o'zi yo'q. Klientga qarashga odam yo'q-ku. Do'konning egasi qani ekan? Bitta kolami mana nima narsa edi, shuni ichib o'rayin. Menimcha bu yerda hech kim qaramasa kerak yoki tekin do'konmi ekan? Bilmadim. Plastikda pulni o'tkazib boraman agar egasi so'raydigan bo'lsa, egasi yo'q ekan do'konda. Nima qilay? Xo'p, lokatsiya bo'yicha borayapman. Lekin bu bino lokatsiyaga nima kiritilgan hayronman. Bo'pti. Shu ekan, eshik taqiltekchi. Taq, brat, qarab oling. Hoy, brat, yo'q, opami kimdir. Nima gap? Kimsan? Meni qishloq meri jo'natdi. Qaysi mer? 99-qishloqning meri. Hujjatga keldingmi? Hujjatni berar ekansiz. Hozir mana topib olay, cho'ntagim dedi. Tezlashing faqat, vaqtim ziq. Nimaga? Shoshilyapsanmi? Shoshilyapman. Shoshilgan qiz erga olchimash deyishadi, bilasanmi? Bilaman, lekin men qiz bolamasman. To'g'ri. Shoshilgan o'g'il bola shoshilib qoladi. O'shaning uchun shoshmay tur. Bo'pti, bering tezroq, iltimos, mashina ko'chada qolgan. Bu yer qishloq emas, shahar. Mashinaga hech kim tegmaydi. Oho, buncha hujjat? Bu bitta hujjat emas, bir nechta hujjat. Eson-omon yetkazib ber. Agar hujjatlar yo'qoladigan bo'lsa, boshing bilan javob berasan. Bu qanday hujjatlar? Bu qishloqiylarning hujjatlari, ya'ni qishloqlaring agar yo'qolib ketadigan bo'lsa, mana shu hujjat orqali topsa bo'ladi. Qishloq yo'qoladigan narsami? Kimdir cho'ntagiga solib yursa, cho'ntagini tushib qolsa, qishloq. Tasavvur qiling. Bratam, bo'pti, ko'p hazillashma, bor tezroq. Pulni olginda kerak bo'lsa ishlatsan. Bu seni dastavka haqqing. Mayli, unda men ketsam bo'ladimi? Ketaver. Bo'pti, janob, unda salomat bo'ling. Salomat bo'ling dedimmi? Salomat bo'ling demoqchi edim. Juda ham yaxshi. Nima dedi? Qishloqinglar yo'qolib qolsa topiladigan hujjat dedi. Qishloq yo'qolib qolsa qayerdan topaman? Ana bergan puli bor-ku, dastavka uchun deb bergan puli. O'shani hozir do'konga berib ketaman, lekin egasi yo'q-ku. Qanasiga beraman? Kerak emas, bo'ldi, olmayman. Pulini bermasdan olib ichganim baribir u harom bo'ladi. O'shaning uchun bizga kerak emas. Bizga harom narsa vobsheta kerak emas. Happa halolidan qo'ymasin. Gelikdim, minaman, qishloqqa qarab suraman. Xo'p, tak parkovkadan bir amallab chiqazib olish kerak birinchi o'rinda, chunki ko'chaga chiqmasam qanday ketishim? Uchib ketmayman-ku, to'g'rimi? Hop, asta buraman, buril urib qo'ymasam bo'lgani. Oy, tush pastga. U yoq emas, yo'l u yoqda emas. Yo'lda turibdi, ko'rmayapsanmi? Davay, ketdik yani. Shahardan qishloqqa qaytamiz. Qishloqqa qayt dedi-yu, ketdim qishloqqa karoshday. Assalom qishlog'im, jonajon qishlog'im, jonajon uyim, mani uy jonim. Yo, bo'ldi, unaqa jiddiylashib ketishim shart emas, uy jonim deb xotinim ko'rsa, sen uyda jonim deyapsan deb qizg'onsa, yo'q, bo'ldi, qarochi. Mashina shu yerda turgandi, boraverdim, qaytishimda ham shu yerda qo'yib ketaman. Endi janob merga mana bu hujjatlarni olib borib topshiraman. Keyin boshqa ishim adashmasam bo'lmasa kerak. Qanday ishim bo'lishi mumkin? Umuman boshqa ishim yo'q, o'z dam olib o'tiraman-da, keyin mazza qilib. Janob mer, hujjatlarni olib keldim. Merchi, kaltiya berdingmi? Berdim, oldizku. Bo'pti, ber. Havas shumi? Shu $100 bergandi dastavka haqqi deb turib, sizga beryapman. Nima uchun beryapsan? Endi berib qo'yibman-da, men kerak emas baribir. Nima kerak bo'lmaydi, olgin. Yo'q, janob mer, kerak emas. Bo'pti, men ketdim. Bo'pti, boraver. Aytgancha janob mer, ertalab kecha bitta politsiyachi uyimni yoniga kelgandi. Mana shu izbrotlarni berib bor. Nima uchun berishim kerak ekan bilmadim. Hozir borayinchi nima uchun ber deganini janob merda bilaman, lekin qanaqasiga uyimning atrofini o'rab qo'yishibdimi?
Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Sen Jo'xamsan? Ha, Jo'xaman. Seni uyingda qarzdorligi bor ekan soliqdan. Qanaqasiga soliqdan qarzdorligim bo'ladi? Bilmadim, to'lamagan ekansan. Qancha qarzdorligim bor ekan? $100. $100? Ha, shunaqa. Qanaqasiga qarz bo'lib ketaman? Men to'layman-ku har doim o'z vaqtida. Bilmadim, menimcha eshikdan chiqib qolgan. Rostdan ham shunaqanga o'xshayapti. Mayli, hozir uyimda pulim bor edi, o'sha pulni olib chiqib beraman sizga. Mayli, tezlash. Hozir qo'limda izumrud bor. Izumrud ham olasizmi? Ha, izg'urib ham olaman. Bo'pti, hozir kutib turing, 1 minut. Men borib $100 pulimni janob merni oldidan olib kelaymi, uyimda bormidi? Qayerga qo'yganim esimdan chiqib ketdi. Mayli, hozir janob merga berdimmi $100? O'shani janob merdan qaytarib olaman. Berib tursa kerak janob mer har qalay. Janob mer, qarzim bor ekan soliqdan, lekin menga aytishmagandi. Aytishmagan bo'lsa o'zing bilishing kerak edi, soliq uz ilovasidan. To'g'ri bilishim kerak edi. Lekin $100 pulim yo'q meni berishga. Nimaga puling yo'q? Puling bor uyingda, borib uyingni tekshir. Hozirga $100 berib turing janob mer. O'ylab ko'rish kerak lekin. O'ylab nimasini o'ylab ko'rasiz? Bering endi shu $100 berib tursangiz yaxshi bo'lardi. Hozir beraman, kutib tur, beraman. Hozir mana cho'ntagimdan chiqazib olay. O'sha sirasi cho'ntagingizga joylashtirib yubordingizmi? Ha, cho'ntagimga joylashtirib qo'ygandim. Bo'ldi, sizni kutib o'tirmayman. Yaxshisi bor, o'zimni uyimdan to'g'rog'i qayerdan olsam bo'ladi $100 pulni? Uyimdan olaymikan yoki kimdandir qarz olaymikan? Uyimda pulim bor edimi, yo'q edimi eslay olmayapman. Bo'ldi, esladim. $3,500 pulim bor edi. Esinglardan ishlab topganim. Brat, hozir kutib turing, uyimdan pul olib chiqib beraman. Mayli. Mana $1 stak dollar. Bu 1 stak izimrud. Bu qancha dollar evaziga to'g'ri keladi? Короче, $500 ga to'g'ri keladi. Demak 5 oylik solig'im, shundaymi? Ha, shunaqa. Uni ham olaman, mayli. Davay, pullarni olib chiq avval. Hozir kutib turing, uyni ichidan pulimni olib chiqib beraman. 5 oylik plus 1 oylik. 1 oylik qarzim bor edi, shundaymi? Ha, shunaqa. Hozir uyni qulflab tashladingizmi? Nima ochilmayapti? Bilmadim. Hozir kutib turing, eshigim ochilmayapti, lekin uyga qanday kirsam bo'ladi axir? Bilmadim, nimadir qilib kirib, tezroq pulni olib chiqib ber. Bo'ldi, hozir men bu yerni rasvosini chiqazgan ekansiz, shu yerdan bir amallab kiramanda. Kirib bo'lmayapti. Nima qilib tashadilaring, uyda? Kirib bo'lmay qoldi uyimning ichiga hozir. Bu dabdala qilib tashashibdi, bo'ldi. Tak, mana brat, kechirasiz, men bu narsangizni olgandim. Hozir pulim qayerda edi? Pulni mana shu yoqqa qo'yganmidim, pastga qo'yganmidim, qayerga qo'ygandim pulni? Bratdan kutib turing, hozir 6 sekundda qilib beraman. Birinchi men eshikni ochib olayin, chunki eshikni rasvosini buzib tashlagansiz, rasvosini chiqazib. Mana bo'ldi. Hozir pulni olib beraman, bratdan. Bo'pti, tezlash. Mayli, mana yerga qo'yib qo'ygandim. Mana aytdim, $3,500 pulim bor deb. Mana $100. Bo'ldi, o'zi men ratchotman, bratdan. Mana $100 olasiz. Keyin izimrudlarni olasiz va mana bu narsalaringizni, lashlushlaringizni ham yig'ishtirib olasiz. Tushundingizmi? Yig'ishtirib ber. Mayli, jonga tegib ketdilar endi o'z to'g'risi.